Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 2-aprel sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:29 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 8030 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozirlarga mana shu ekranda ko'rib turgan 11 ta Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Telegram bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini ko'rsatishdan avval esa biz birinchi o'li O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchi o'li O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,215,141 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbekistonga 1,401,752 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbekistonga 151,331 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbekistonga 273,072 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbekistonga 25553 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbekistonga 138,952 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasangiz ko'rayotgansiz, mana bu yerda obuna bo'lish tugmachasi turibdi, ya'ni qora rangda pastda tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Videolarimizga like bosib, kommentariyalarda o'zingiz fikrlarni yozib qoldirayotgan barcha kanalimiz obunachilariga alohida o'z minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sababi sizlarda har bitta bosayotgan like tugmachalaringiz bizni har kuni shunaqa videolar tayyorlashimizga bizga motivatsiya bo'lmoqda. Ko'p gapirib sizlarda qimmatli vaqtlar zo'rmaslik maqsadida Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini hozirgi kunda eng nominativ programmalardan biri bo'lib turgan, ya'ni juda ham qulay kurslarda pul o'tkazmasini amalga oshirayotgan AnjirPay programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Ushbu programma orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga juda ham qulay kurslarda pul o'tkazishingiz mumkin va ushbu programma orqali siz Rossiyada turib O'zbekistondagi barcha kommunal to'lovlarga ham bemalol to'lov qilishingiz mumkin. Bir yo'la ushbu AnjirPay programmasi obnovit kelib qolibdi. Obnovit qilib ko'ramiz. Qanaqa yangiliklar bor. Va ko'rishinglar mumkin, $8000 jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, 8228 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga hamda naqd pul o'tkazmalarida ham $100 bo'lib ketmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Korona programmasi bo'ladi. Zolotoy Koronada $100 kursimiz 8367 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishinglar mumkin. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Sendi programmasi $100 kursimiz 8335 rublni tashkil etmoqda. Mirpurligida Uzbek promo kodi bilan $100 kursimiz 8296 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8393 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 8312 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MP programmasini ko'rsatib o'tamiz. MP programmasida ham ko'rishinglar mumkin, 8228 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga hamda naqd pul o'tkazmalarida ham $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Pagram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Pagramda 8228 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. QuickPay programmasi $100 kursimiz 8279 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishinglar mumkin.
Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 2-aprel Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:36 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Anjirpay hamda MPay programmalari bo'lmoqda. Ya'ni Anjirpay programmasi ham 8228 rublimiz. Xohlasangiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib ketmoqda. Xohlasangiz naqd pul o'tkazmalarida ham $100 bo'lib ketmoqda. MPay programmamizda ham xuddi shunaqa kurslar, ya'ni 8228 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga hamda naqd pul o'tkazmalarida ham $100 bo'lib ketmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, sizlarga yana bir ma'lumot eslatib o'tadigan bo'lsak, Anjirpay hamda MPay programmalari orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga naqd pul o'tkazmasini, ya'ni dollar jo'natadigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi Garant Bank va Universal banklardan shu pul jo'natmasini 7 salik kod qilib bemalol dollar ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shakllanib ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani komissiya haqqini Mirbunisga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjirpay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada atiga 10 rubl komissiya olinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programma Salampay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.010 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MPay programmasi bo'ladi. Shu programmada atiga 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mirpurligi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.782 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, Avosend programmasi sistemning xatoliklar yuzasidan ishlamayapti. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.014 so'm bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'lmoqda. Shu programma orqali sizga har oy 20.000 rublgacha limit beradi, ya'ni 20.000 rublgacha siz Rossiyadan boshqa davlatlarga pul jo'natadigan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa komissiya qolmaydi. Ya'ni 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 139.155 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programma Zolotoy Karon programmasi bo'ladi. Ushbu programmada ko'plab programmalar singari bunda ham 50 rubl komissiya qolinadi. Ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.679 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.564 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.564 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.898 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 142.043 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 rublimiz 140.550 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Xalqbank plastik kartasi 1000 rublimiz 140.550 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 rublimiz 140.550 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi 1000 rublimiz 140.550 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Uzumbank plastik kartasi 1000 rublimiz 143.210 so'm bo'lishmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, bundan ko'rinadiki 2026-yil 2-aprel Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:41 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng
baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Anjirpay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 10 rubl komissiya qolinadi. Ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.500 so'm bo'lishmoqda. Ko'rishinglar mumkin. Bundan keyingi sizlarga eng qulay programma bizning shaxsiy fikrimiz, ya'ni shaxsiy taklifimiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 114 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147.500 so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl hamda O'zbekistondagi barcha valyuta kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kommentariyalarda o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirsanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.